qanaqa kelishdim? Aniq kelishdik. Xullas, biz kiyim do'kondamiz, dugonam bilan bir-birimizni stilimizga moslab, bu dugonam menga, men dugonamga kiyim tanlab kelamiz. Oxirida o'zingizlar baho berasizlar, kimmi dedi yaxshiroqlikka. Meniki. Oxirida bular baho berishadi. Men istadim shunaqa. Ko'proq shunaqa stilda yuraman. Bu meni stilim, na samom деле men har xil stilda yuraman, lekin dugonam bugungi stilimga moslab kiyim obraz qilib beradilar. Ketdik unda. Hech qanaqa podskaska berish yo'q, o'zlari tanlaydilar, faqatgina men videoga olib yuribman. Polniy obraz tanlaysiz. Bilmadim. Yo siz menga moslab qiling, meni ko'rinishimga moslab. Va nihoyat. O'zingiz tanlaysiz. Rosa bo'lasiz. Doim like bosam sizga. Rahmat, hurmat uchun. Xursand bo'ldim. Xursand bo'ldim, rahmat. Katta do'kondamiz. Bitta o'qishim topolmaganiga menga katta kiyim kiygizmoqchi. Menga kelinchak fason sumka tanlayaptilar. Короче, eng osoni polniy look oqartirib qo'ya qoldi bu qiz meni. Endi men tanlayman. Tanlamayaptilar. Oson ko'ringanda. O'tgan safar anaga borganimizda oldi kaltak yuvdingiz-ku, to'g'rimi? Kerasa? Nima qilmoqchiman? Короче, qaranglar, men qanaqa chiroyli narsa ushlab turibman-da. Bu qiz menga mana bu narsani ko'rsatdilar. Mana o'chidi. Men hozir buni kiysam, sizlar "Voy, bunga san didi yo'q ekan" deysizlar-ku. Bu qiz yutadi-ku kommentariyada. Shunga harakat qilyapti bu qiz. Men bu yoqyapti menga, lekin stiliga ozgincha noto'g'ri-da. Bu o'zi bitta qolgan shekilli. Men dedim yaxshi dedim-ku sizlarga. Men dedim eng zo'ri. Men hayotimda unaqa sumka topmaganman. Katta. Rostdan ari chaqqan ekansiz. Lekin ochdi. Ancha och. Jigarang sumka yo'q-da, batoy bo'lib qolsin. Tayyor. Ketgan. Rezultat ko'rishga tayyormisizlar? Munisaxonning yig'gan luklari mana. Ro'mollar, lekin maktabga ketaman. Shunda men universitetga bundan kiyinaman. Bunda turganda mujskoy oyoq kiyimga o'xshab turibdi. Men tanlagan oyoq kiyimni yarqa ko'rsatib bermayaptilar sizlarga, qaranglar. Men rosa ham chiroyli oyoq kiyim tanlaganman. Ma'muraxonning tanlagan obrazlari. Menga yoqdi, yomon emas, lekin повседневный obraz men ularga o'qish uchun mosladim, chunki ko'rishimizdan oldin o'qishdan chiqqanlarini aytgandilar. Kimga shunaqa luk yig'ish kerak bo'lsa, menga murojaat qila olasizlar. Sizlar kommentariyada yozib ketinglar. Ma'muraning luki eng chiroyli lukdir. Yo'q, chestniy отзыв o'rtoqlar. Ha, bo'pti, chestniy, meniki. Siz qovushtirib ko'rsatib bermadingiz-da. Bunaqa chiroyli luk nima? Hayotimda hali kiymaganman. Xudoim yomon gapirgan o'ziga. Endi realniy chestniy отзывni kommentariyada kutib qolamiz. Kim chiroyliroq luk tanladi, kommentariyada отметка qilib ketinglar. Kim yutsa, kiyimini olib berish polniy luk. Kim yutsa? Ketdik o'rtoqlar. Ketdik. Mana podishka qilinglar.